Shogirdlari birinchi qadamingizdan nafsingiz bilan kurashadi. Nafsingizni o'ldirib qo'yib, keyin boshqa vazifani aytadi. Nima uchun? Nafs ibodatni ham buzadi, xulqni ham buzadi, oilani ham nafs buzadi. Nafs poklanmaguncha, va nafsi va ma sawaha. Alloh Qur'onda nafsga qasam deydi. Fa'alhamaha fujuraha va taqwaha va qad khaba man dassaha, qad aflaha man zakkaha. Nafsni kim poklasa, o'sha najot topadi. Dunyoda ham, oxiratda ham. Va qad khaba man dassaha. Nafsini kirlasa najot topmaydi. Nafsni poklash nima bilan bo'ladi? Nafsni shariatga bo'ysundirish bilan bo'ladi. Siz o'zingiz nafsingizni shariatga hakam qilmang. Shunaqa odamlar bor. Meni aytganim shu shariat. Menimcha shunaqa. Nafs aldaydi. Ibodatga buyurgan joyda ibodat qilayotgan bo'lsa, haromdan qaytargan paytda haromdan qaytayotgan bo'lsa, axloqsizlikdan qaytargan joyda axloqsizlikdan tiyilayotgan bo'lsa, go'zal xulqni buyurgan joyda nafsiz go'zal xulqqa bo'ysunayotgan bo'lsa, nafsiz shariatga bo'ysunganda bilingki, endi nafsning joyiga kelibdi.